O'zbekiston U17 terma jamoasi tarix yozmoqda. Bugun o'yinda bizning yosh bo'rilar Panama jamoasini 6-1 hisobida mag'lub etib, guruh bosqichini yuqori kayfiyatda yakunlashdi. O'yinning birinchi yarmida unchalik hujumlar yuz bermadi. Ammo haqiqiy portlash ikkinchi bo'limda boshlandi. 48-daqiqada Shukurlayev hisobni ochdi. Oradan 5 daqiqa o'tib, Hasanov farqni 2 ga baravar oshirib qo'ydi. 68-daqiqada Sodiqovning goli bilan hisob 3-0 ga yetib oldi. O'yinning so'nggi daqiqalarida haqiqiy gollar yomg'iriga aylandi. 90+1-daqiqada Rustamov, +4-daqiqada Aliyev va 90+6-daqiqada Saidov 3 daqiqada ketma-ket 3 ta gol urildi. Panama esa faqat 90+10-daqiqada Pachekoning goli orqali bittagina javob qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Shunday qilib O'zbekiston 6-1 hisobida ishonchli g'alaba qozondi va reytingda 2-o'ringa ko'tarilib, hozircha umumiy reyting bo'yicha 6-pog'onani qayd etib turibdi. L va I guruhlarda so'nggi o'yinlarda hali o'yin yakunlangani yo'q bo'lsa-da, katta ehtimol bilan bu jamoalar bizdan o'ta olmaydi. Chunki O'zbekistonni to'plar farqi juda zo'r. Sababi oxirgi o'yinda 6 ta gol urishga muvaffaq bo'ldik. Agar vaziyat o'zgarmasa, 6-1 finalda Xorvatiya bilan o'yin bo'ladi. Bu esa bizni haqiqiy sinov kutayotganini anglatadi. U17 yoshlarimizga omad tilaymiz, chunki bugun ular butun dunyoga O'zbekiston futbolini ko'rsatib qo'yishdi. Barchangizga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishda